Agar sizda doimiy burun bitishi kuzatilsa, quyidagi 3 ta sababdan biri bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum. Men Xurram Ixtiyor O'rolovich, Qarshi shahridagi Profmit Max klinikasida lor shifokor bo'lib faoliyat yuritaman. Bugun sizlar bilan burun bitishi va uning sabablari va unga yechimlar haqida gaplashamiz. Birinchi navbatda shuni bilib olish kerak, burun bitishi bu kasallik emas. Bu bir kasallikning simptomi hisoblanadi. Bizning burnimiz qanaqa ishlaydi? Keling shu haqida qisqacha ma'lumot beraman sizga. Burun bu yuqori nafas yo'llarining kirish darvozasi hisoblanadi. U yerda kirayotgan havo birinchi navbatda namlanadi, ilitiladi va u havo tarkibidagi chang va ortiqcha mikroblarni ushlab qoladi. Inson burni bitganda bu funksiyalarning bittasi yoki bir nechtasi buziladi. Masalan, burni bitgan odam og'iz orqali nafas oladi. Bunda havo yetarlicha namlanmaydi, ilitilmaydi va ortiqcha mikroblar pastki nafas yo'llariga o'tib ketadi. Burun bitishiga sabab bo'ladigan eng katta 3 ta omilni sanaymiz. Birinchisi mexanik burundagi va burun yo'llaridagi mexanik to'siqlar, ikkinchisi allergik jarayonlar, uchinchisi burundagi yallig'lanish jarayonlari hisoblanadi. Burundagi mexanik to'siqlarga bu burun to'sig'ining qiyshiqligi, bolalarda eng ko'p uchraydigan kasalliklar adenoidlar vegetatsiyasi, burundagi poliplar, har xil o'sma kasalliklari, burunda chig'anoqlarning gipertrofik kengayishlari burundan nafas o'tishiga to'sqinlik qiladigan mexanik omillar hisoblanadi. Bu tashxislarni har doim lor shifokor bemorni endoskop yordamida ko'zdan kechirib yoki lozim topilsa KT, MCKT yoki 3D rentgenlar orqali ko'rib baholash va diagnoz qo'yishi mumkin. Bu kasalliklarni davolashda juda ko'p holatlarda operativ yo'l bilan davolanadi. Agar misol uchun adenoid to'qimasi bo'lsa, uni adenoidni shever yordamida olib tashlash, burun to'sig'ida qiyshiqlik bo'lsa, uni pergorodkasini to'g'irlash, ya'ni septoplastik operatsiyasini bajarish, poliplar o'sgan bo'lsa polipotamiya yoki full face operatsiyalarini bajarish lozim bo'ladi. Organizmdagi allergik jarayonlar bu har doim organizmning umumiy javob reaksiyasidan kelib chiqqan holatda yuzaga keladi. Ya'ni burun orqali organizmga allergen kiradi, maxsus hujayralar bor, imunni o'zida yallig'lanish, ya'ni allergik mediatorlarni saqlaydigan. Allergen kirishi bilan u hujayralar yoriladi va o'sha maxsus burunni o'zida shish jarayonlarini chaqiradi. Bundan tashqari organizmni o'zidagi himoya mexanizmlari ishlab o'sha allergenlarni pastki nafas yo'llariga o'tishiga to'sqinlik qilish maqsadida burunni barcha to'qimalarida shish chaqiradi. Sababi pastki nafas yo'llariga o'tkazmaslik allergenlarni. Buni natijasida burun doimiy bitib yuradi. Agar burun allergik rinit yoki allergiya natijasida bitayotgan bo'lsa, buni hech qachon lor shifokorini o'zi davolamaydi. Har doim lor va allergolog ikkalasi kompleks davo muolajasi olib borish kerak bo'ladi. Burun bitishiga sabab bo'ladigan eng ko'p uchraydigan omillardan yana biri bu burundagi yallig'lanish kasalliklari, ya'ni rinitlar, sinusitlar yoki rinosinusitlar. Bularga sabab bo'lishi mumkin viruslar, bakteriyalar yoki zamburug'lar va hokazo. Har xil infeksion kasalliklar oqibatida kelib chiqadi va rivojlanadi. Bularning davosi kasallikning etiologiyasidan kelib chiqqan holda aniqlanadi va davolanadi. Bemorlar qiladigan eng ko'p xatolardan bir nechtasini sanab o'taman. Birinchisi burun spreylarini noto'g'ri tanlash. Buni oqibatida burunda o'sha spreyga nisbatan qaramlik vujudga kelishi. Bundan tashqari har bir burun bitishida yoki har bir oddiy yallig'lanish kasalliklarda yoki oddiy virusli infeksiyadan keyin antibiotik qabul qilish, surunkali burun bitishlariga yengil qarash. Bu og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Beradigan eng yaxshi tavsiyalardan biri bu har qanday yoshga, har qanday kasallikka tushadigan tavsiya, ya'ni doim burunni tuzli eritmalar bilan chayib turish har doim har qanday kasallikka foyda qiladi va hech qanday zararsiz.
Agar sizda burun bilan bog'liq muammolar doimiy kuzatilayotgan bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin yoki kommentariyada savollaringizni yo'llashingiz mumkin.